No'xatdan ham trend salat chiqadi desam ishonasizmi? Bu videodan keyin aniq ishonasiz. Kunlayam isiganda issiq ovqatlar uncha ketmay qolganda muzdagina salat bo'lsa yo'q demasdim deb o'ylanib o'tirganimda kecha no'xat o'tganim esimga tushdi. Shartta turib no'xatni oldim va tuzsiz suvda 1 soatdan oshiq qaynatib, pishganidan so'ng tuz va paprikani sepib olib qo'ydim. Bir dona piyozni maydalab suvda o'tib qo'ydim. Ungacha sabzi, pomidor, bodring, ko'katlarni to'g'rab oldim va hamma mahsulotlarni birin-ketin aralashtira boshladim. Sarimsoq, piyoz, zaytun yog'i, limon, olma sirkasi va tabga ko'ra ziravorlar soldim. Tuzlari o'tib, damini olib turgan no'xatlarimizni ham qo'shib, yaxshilab aralashtirib oldim. Salatamizning ta'mi yanada uyg'unlashishi uchun 20 minut xona haroratiga qo'yamiz va undan so'ng dasturxonga tortamiz. Salatamiz oqsil va vitaminlarga boy bo'lib, yengil, mazali va juda to'yimli bo'ladi. Mazasi esa aniq ishtaha ochar. Men tayyorladim. Endi navbat sizga. Trendni davom ettirib, siz ham tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa, rechani bosib keting.